Elektromobil modeli bir xil bo'lsa, uning ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari ham bir xil chiqadimi? Biz o'tgan songi ko'rsatuvlarimizda BYD E2 elektromobilining magnit maydon ko'rsatkichlarini tekshirib chiqqan edik. Bu gal ham yana bir BYD E2 elektromobili. Natijalar bir xil bo'ladimi? Aslo yo'q. Buni birga isbotlaymiz. Elektromobilimizning haydovchi o'rindig'idagi magnit maydon ko'rsatkichi 1 milligauss. Haydovchi oyoq osti uchuv 1 milligauss. Monitorimizdagi ko'rsatkich 0,2 milligauss. Markaziy konsolimizdagi ko'rsatkich 6 milligaussgacha ko'tarildi. Yon o'rindiqdagi ko'rsatkichimiz 0,6 milligauss, 0,3 milligauss. Real testimiz obyekti BYD E2 elektromobilimizning eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi markaziy konsolda chiqdi 6 milligauss. Natija qancha past bo'lsa, shuncha yaxshi. Sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziqmi? Unday bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Biz sizning ham elektromobilingizni test qilib beramiz. Videolarimizni ko'proq odamlar kuzatish uchun kanalimizga a'zo bo'ling hamda like bosing. Keyingi videolar qaysi elektromobillarda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.